O'tgan zamonlarda juda ham bir chiroyli qiz bo'lgan ekan. U shunchalar go'zal ekanki, boshqa shaharlardan boy badavlat insonlar uning qo'lini so'rashga sovchi jo'natishar ekan. Ammo u hamma kelgan sovchilarga rad javobini berar ekan. Bu orada unga o'sha shaharda yashaydigan bir oshiq yigitdan sovchi kelibdi. Ammo qiz unga ham rad javobini beribdi. Yigit bu rad javobidan xafa bo'lib boshqa shaharga bosh olib ketibdi. U yerda uylanib bola chaqa orttiribdi. Bir kuni yo'li avval yashagan shaharga tushibdi. U yerda eski tanishlari bilan ko'rishib, suhbatlashib, o'sha go'zal qiz hayot haqida so'rabdi. Do'sti unga qizning uyini ko'rsatib, uni turmushga chiqqanini aytibdi. Yigit bu go'zal qiz qanday insonga turmushga chiqqan ekan degan qiziqish ila uning eshigini taqillatibdi. Eshikni semiz, kal va badbashar bir odam ochibdi. Uylariga razm solib, yigit ularning badavlat emasliklariga amin bo'libdi. Bir necha kun o'tib, u yana qiz eshigini qoqibdi. Bu safar eshikni o'sha go'zal qiz ochibdi. Yigit o'zini tanishtirib va qizdan nega bunday insonga turmushga chiqqanini so'rabdi. Qiz esa uy orqasidagi bog'chadan eng go'zal gulni olib kelsang, sening bu savolingga javob beraman. Ammo bir shartim bor. Bog'chaga kirganingdan so'ng ortga yo'l yo'q debdi. Yigit yuzlab gullar lovullab turgan bog'ga kirib ketibdi. Birdan juda chiroyli bir gulga ko'zi tushib, uni uzmoqchi bo'lganda boshqa tarafdagi pushti gulni ko'ribdi. Uni olaman deb turganida boshqa undan ham go'zal gulni ko'rib qolibdi. Shu tariqa bir-biridan go'zal gullarning ichidan eng go'zalini olaman deb bog' oxiriga borib qolibdi. Qarasaki, bog' so'ngida birgina so'lg'in guldan boshqa gul qolmabdi. Noiloj go'zal bog' ichidan so'lg'in gul bilan qiz yoniga qaytibdi. Eng go'zal gulni kutib turgan qiz esa uning qo'lidagi so'lg'in chechakni ko'rib, "Ko'rdingmi? Har doim yanada yaxshisini topishni istar ekansan, umr o'tadi va sen esa eng yomoniga rozi bo'lishdan boshqa iloj topolmaysan. Shuning uchun yoshlik ketmasdan, vaqt o'tmasdan qo'limizda bo'lgan ne'matlarning qiymatini bilmoqimiz kerak ekan" debdi. Bir yozuvchimiz deydiki, insonlarning ko'p qarilikdan qo'rqadi, yoshlikning qiymatini bilmagani uchun. Unutilishdan qo'rqadi, dunyoda yaxshi ish qoldira olmayotgani uchun va o'limdan qo'rqadi, aslida yashashni bilmagani uchun. Sizga risolamiz so'ngida bir qancha qoidalar bilan o'rtoqlashishni istadik. Fikrlashga vaqt ajrating, chunki u kuch bulog'idir. O'qishga, kitob mutolaa qilishga vaqt ajrating, chunki u hikmat ta'malidir. Namozga vaqt ajrating, u yer yuzidagi eng buyuk kuchdir. Mehnatga vaqt ajrating, u muvaffaqiyatning bahosidir. Ishqqa vaqt ajrating, u iymonning asosidir. Yaqinlaringizga yaxshilik qiling, chunki u baxtga olib boruvchi yo'ldir. Tabassumga vaqt ajrating, chunki u eng yaxshilikning osonidir.